hozir ikkita qiz farzandi bor ayolim keldilar. Orada bitta homilalari nobud bo'lib qoldi. Demak, bu 4-homilalari, 4-qora hisoblanadi. Har safar kelsalar Allohga shukr dedilar. Faqat xo'jayinlarini xursand qilish uchun kelardilar-da. Xursand qilsam bo'ldi. Bitta o'g'il tug'ib bersam bo'ldi dedilar. Hozir ko'ramiz endi nima qanaqa ekan bolalari. Jinsi. Alloh dedilar, Xudo xolasa, ana. Allohga oson. Mana o'g'il bola, mальчик, krasavchik, Xudo xolasa bulbulchalari, молодец. Hozir oyijonlarini emotsiyalari shunaqa ming bo'ldi, yig'lab, даже biz yig'lavordik yordamchim bilan. Shunaqa hayajondamiz hozir. Farzand hammasi o'g'ilmi, qizmi, lekin shunaqa darajada astoydil niyat qildilar, duolarida niyat qildilar. Hozir ham emotsional holatda yig'lab yotibdilar, zo'rg'a tinchlantirib olamiz. Mashalloh. Xayrli bo'lsin hammasi.